Katta uy so'rayotgan akalar, sizlar uchun bugun Islomoboddan 6 sotuvli uyimiz chiqyapti sotuvga. Ko'rishingiz mumkin ichkari tarafdan vidini. Juda ham katta qilib baquvvat qilib qurib qo'yishgan ekan. O'zini zeleniy zonasi, besetkalari, past tarafida ham o'zini chiroylikkina binosi bor. Hop, bu tarafda 4 ta xonamiz bo'ladi. 4 ta xonadan bittasi kuxna bo'ladi. Bu binoyimizning ichida 6 ta xona, bitta hol, bitta kuxnamiz bor. Hozir ichkariga kirib, ichkaridagi xonalarni obzorini qilib beraman. Hop, hovlimizda bu yerda letniy kuxnasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Uyimizni ichini ko'rsatamiz endi. Bismillah. Qurishimiz bilan shunaqa katta koridor kutib oladi. Bizani Eronni gilamlarini solib qo'ygan ekanlar, hoji onamiz. Lustralarni ham Dubaydan olib kelgan ekanlar o'zlari uchun. Hop, qurishimizda 10 qo'lli bitta hovlimiz bor edi. Hovlini qarang, qanaqa kattaligini. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Gilam, mebel, texnika, hamma narsasi. Hop, bu yerda o'zining kuxnasi bor. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Ikkinchi etaj chiqadigan zali. Bu yerda garderobni, sanuzorni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hop, endi zalga kiramiz. Mashalloh, juda ham chiroyli qilib qo'ygan ekanlar zalni. Atachin to'ladan qilib, hozirgi stilda mebellarni qaranglar. Lustrasi alohida tema, chiroyliligini qaranglar. Hop. Endi spalnisini ko'ramiz. Birinchi etaj, родительский spalni. Ko'rishingiz mumkin, o'zining sanuzorlari, garderoblari, podvolga tushib ketadigan joyimiz. Hozir endi sizlarga ikkinchi etajga chiqib ko'rsatamiz. Ikkinchi etajimizga shu zinadan chiqib kelsak, bizani mana shunaqa katta lustramiz kutib oladi. Juda ham chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Hop, bitta mana shunaqa uzun koridorimiz, lustra. To'g'rida o'zini balkoni bor. Hozir sizlarga balkoniga chiqib ko'rsataman. Balkoni ham kichkinagina emas. Katta razmerlarda ko'rishingiz mumkin. Hop, bu uyimizning balkonidan ko'rinishi qaranglar, qanaqa chiroyli. Juda ham elitniy mahalla uylarni qaranglar, hammasi baland-baland. Hop. Koridorimiz. Hop, balkonda shunda o'ng tarafida birinchisida master spalni bo'ladi. Qaranglar. Gilamlari, pardalari o'ziga yarashib turibdi uyimizni. Sanuzurini qaranglar. Juda ham shkarni chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Hop, bu spalnimizdan chiqqanimizda to'g'risida bitta detskiy xona bo'ladi. Okey, kattalarni spalniga qilib qo'ysa ham bo'ladi, bu yerda o'zini sanuzuli bilan birga ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerdan chiqqanimizdan keyin o'zini mana shunaqa katta stroyli garderobi bor. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan va ikkinchi etaj zali. Subhanalloh, qaranglar. Qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Lustrani qaranglar. Pardalari hammasi o'ziga yarashgan. Gilamlarimiz Eronniki bo'ladi. Ular hammasi qoladi. Mana spalniga qaranglar. Mebellari alohida temada. Juda ham sifatli, Xitoydan olib kelgan ekanlar. Shuni ham tashab ketamiz do'stlar. Bu yerda yashalmagan, hamma narsasi yangi. Sanuzurini ko'ringlar. Hamma narsasi yangi. O'zliksa faqat past tarafdagi binoda yashashgan ekan. Hop, narxiga keladigan bo'lsak 590 ming bilan baholanyapti bu uyimizni. Kimga shu uyimizni qiziqtirsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.